ئامېرىكىنىڭ سابىق پرېزىدېنتى دونالد ترامپ خىتاينىڭ ئافغانىستاننىڭ باغرام ھاۋا ئارمىيە بازىسىنى يادرو تەسىسلىرىگە 1 سائەتلىك يىراقلىقتا بولغانلىقى ئۈچۈن كونترول قىلىشقا ئۇرۇنۇشى مۇمكىنلىقىنى ئاگاھلاندۇردى. شۇنداقلا پرېزىدېنت بايدىننى تالىبانغا تەسلىم بولدى deb aybladi. Bu yil Xitayning o'xshamagan joylaridagi kelkun ofatining ziyini og'ir bo'ldi. Xitoy jiddiy ofat boshqarish ministrligining muavin ministri Jo Shovin kelkunda 560 kishining hayotidan ayrilganligini e'lon qildi. Jo muxbirlarni kutib-olish yig'inida yanvardan oktyabrgacha bo'lgan oralikda yuz bergan kelkun ofatining 58 million 900 ming kishining hayotiga ta'sir ko'rsatganligini aytdi. Azərbaycan prezidenti İlham Aliyev Türkiye Dövlət Müdafiə Ministri Xulusi Akar və onun həmkarlığındakı komandarlarını Şuşada qəbul qıldı. İgilənişə, Müdafiə Ministri Akar 8 noyabr Qələbə gününü təbrikləş üçün baş ştab başlığı General Yaşar Gülər və 3 armiya komandarları bilan Azərbaycanga gəlgan. Afg'onistondagi Taliban hukumati 9 oyda vaqtli hukumat e'lon qilgandan keyin tunji qatam keng ko'lamlik amaldor tayinladi. Taliban bayonotchisi Zabihullah Mujohid taratqularga bergan bayonotida Afg'onistonning 17 o'lkasiga vali, 15 o'lkasiga muavin vali, 10 o'lkaga soqchi boshlig'i tayinlanganligini bayon qildi. İsrail Baş Ministri Naftali Bennett Amerika'nın Quddusda Falastinliklar üçün mülazimat qiladigan konsulxonaning qayta echilishiga qarshi chiqdi. Bayden hukumati Falastin bilan bo'lgan munosabatni asliga keltirish uchun basmoqchi bo'lgan bu qadam İsrail tarafidan to'sib olindi. Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump 2018-yili Amerikaning elchixonasini Quddusga yo'tkagandan keyin Falastinliklarga xizmat qiladigan konsulxonasini taqagan edi. Uyg'urlarning g'arb dunyosidagi eng chong tashkiloti bo'lgan Dünya Uyg'ur qurultىيى 12 noyabrdan 14 noyabrgacha Chig'noq poytaxti Pragada yangi bir navbatlik qurultay uchun yig'iladi. Ma'lum bo'lishicha, bu navbatlik qurultay va yig'in Dünya Uyg'ur qurultىيى, Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya markazi va Chig'dagi kishilik huquq munbiri nomli kishilik huquq tashkiloti tomonidan o'rinlashtirilgan. Talibanlar Afg'onistonni kontrol qilgandan keyin bu davlatdan qochmoqchi bo'lgan bir afg'on oilasi Kabul aerodromidagi qalaymuqonchilikda bozisini Amerika askariga bergan. Egilanishicha, bu oilaning 2 oylik bovuqi Amerika armiyasiga bergandan keyin g'oyib bo'lgan va hozirgacha topilmagan.